Ogoh bo'ling, Telegramda yangi firibgarlik usuli paydo bo'ldi. Takvim virusi tarqatilmoqda. So'nggi kunlarda Telegram messenjerida takvim nomi bilan yuborilayotgan zararli fayl va havola orqali yangi firibgarlik sxemasi tarqalayotgani haqida ogohlantirilmoqda. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, agar foydalanuvchi ushbu faylni ochsa yoki havola ustiga bossa, firibgarlar uning Telegram akkauntiga kirish huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Shundan so'ng zararli xabarlar avtomatik ravishda foydalanuvchining kontaktlariga ham yuborila boshlaydi. Bundan tashqari, firibgarlar qo'lga kiritilgan akkaunt orqali tanishlardan pul so'rash yoki turli yolg'on xabarlar yuborish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Mutaxassislar foydalanuvchilardan ehtiyot bo'lishni so'ramoqda. Noma'lum fayllarni ochmang, shubhali havolalarga kirmang, hatto tanishlardan kelgan bo'lsa ham tekshirmasdan ochmang. Internetda xavfsizlik qoidalariga amal qilish sizni firibgarlikdan himoya qiladi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bunday firibgarlik usullarining oldini olish uchun biz nimalar qilishimiz darkor? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.